Hammaga bor. Assalomu alaykum. Zohidjon uskunlarning qadrli obunachilar. Qo'llab-quvvatlab turuvchi aka-ukalar, qadrdonlar. Xudo xolasa bugun hafta kuniga yakshanba 4-dekabr 2026-yil akalarimiz Namangan viloyati Chust tumanidagi Chust bozorida yosh ko'chat hamda semiz narx-navolarni yoritib borishga harakat qilamiz. Akalar qo'ldan kelgancha kanalimizda mehmonlar bo'lsa, akalar obuna bo'ling yoki tugmachilarni bosib videolarimizni yoqadigan bo'lsa bir dona like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Bo'lmasa biz sizlarga chiroyli qilib mana shu ko'chatni vaqtida sizlarga narxni yetkazib borishni boshlaymiz. Mana shu o'zimiz ham o'shamiz bu 20 atrofida. Aka necha pul bunning narxi? 21 million ozgina kami bor narx aytyapmiz. Ko'rishinglar mumkin akalar. Bozor qancha berdi aka? Bozor 19,5 million so'm akalar savdosi bo'libdi. Bu yerda joyda ko'rishinglar mumkin mashina bo'lsa bizib. Bu 20 atrofida chiqib qoladi bemalol. Bo'lmasa sekin bugun bozorda bol kamroq akalar. Shunday bo'lsa ham qo'ldan kelgancha ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Mana shunga o'xshagan mana bu 20 atrofidagi novosimiz. Nech pul ekan aka? Narxi nech pul ekan? 25 million kam bor. Qancha qildi bozor? 18 million 100. 25 million so'm akalar kami bor narx aytilyapti. 18,5 savdosi bo'ldi. Qaysi kanalda bo'lyapti ekan? Zohidjon o'zi aka. Mana. Bu 20 bemalol chiqadi novosimiz. Hop. Keyingi novosimiz akalar ko'rsatamiz. Mana bo'ylarimiz 20 atrofida. Aka nech puldan ekan bular? 16 million 600 berishyapti. 18 ekan bordi. Mashinasiga. 16 million 600 ming so'm akalar savdosi bo'lyapti. 18 million kam bor narx aytilyapti. Nergasigacha aka? 16 million 300 mingga. 16 million 300 ming. Savdosi bo'lyapti buni ham? Unisi bo'lgan yo'q. Ha, unisi bo'lgan yo'q. 16 million narx aytilyapti unga. Xo'p. Rahmat aka. 18 million narx aytilyapti. 16 million 300 ming so'm mana shu savdosi bo'lyapti ekan. 17 berang azam aka. 10 ta shashtiga berasan. Ha? 10 ta. Berdim. 10 ta shashtiga berasan. Aka, olmasam Xo'p, keyingi novosimizni ko'rsatamiz akalar. Bo'ylari bir qo'l atrofida bo'lgan novosimiz. Tog'a nech pul ekan bu? 15,5 million. 15,5 qilyapti. 15,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Berilmayotgan joydan ekan. Ko'rishinglar mumkin. Yo'q, uni demaydi. Bering, bersin. Kamroq, ayniqsa novoslar kamayib ketdi. Xo'p, ko'rsatib ketaveramiz. Boqma novos saraflardan ham hammasini oralash qilib akalar. Aka nech pul bo'ldi? 16 million 200 ming so'm akalar sotilibdi. Bo'yi bir 10 atrofida bo'lgan novoscha. Xo'p, keyingi novosimizni ko'rsatamiz akalar. Ko'rishinglar mumkin bo'ylari 20 atrofida. Aka nech pul bo'lyapti savdosi? Tog'a nech pul bo'lyapti? 15,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Berilmayapti akalar. Ko'rishinglar mumkin. Bo'yi 20 atrofida bo'lgan novoschamiz. Xo'p, keyingi novoschalarni ko'rsatamiz. Bo'yi 20 atrofida chiqib qoladi. Nech pul ekan aka? 18 million 400 savdosi bo'lyapti. 18 million 400 savdosi bo'lyapti. Sotilmayapti ekan. Bo'yi 20 atrofida bo'lgan novoschamiz. Ko'rishinglar mumkin. 18 million 400 ming so'm akalar. Bir yosh broyler bu. Broyler akalar. Ko'chat ekanda, ko'chat ekan. Ko'chat yaxshi ekan akalar. Mana bir yashari broyler ekan. Shunga savdo bo'lyaptimi hozir? Mashina savdo bo'lyapti. O'zimizning oldim olasi, olinmagan. Dehqonchilik. Dehqonchilik, ha. Kana bitta aylantirib ko'rsatib beramiz. 18 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti. Xo'p, katta bo'lmasa ko'rsatishni davom ettiramiz. Keyingi novoslarimiz. Aka nech puldan ekan bular? Ben qo'lani o'ping. 28 ikkovi. 14 bo'ldi aka. 14 million so'mdan akalar 28 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Berilmayapti. Bo'ylari bir 10 atrofida bo'lgan novoschalarimiz mana.
Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, keyingi vaqtlarimizni ko'rsatamiz. Bu burun atrofida. Aka nech pul ekan bu? Nech pul aka? Narxini ayting buni aka. 17 yapmak aka. Qancha berdi bozor? Bozor 15 million so'm savdosi bo'libdi. 17 ozgina kam bor narx aytilyapti. Bunisigachi? Bunisiga 16 beryapti. Bunisiga 16 million so'm savdosi bo'lyapti. Mana kelar. Berilmaydi ekan, buni bo'yi burun atrofida. Mana. Bundan keyin ko'rsatib berish harakat qilamiz. Keyingi ovozlarimiz. Tog'a nech puldan bular? 17 dan. Qanchadan berdi bozor? 30 yildan 17 million so'mdan kelib narx aytilyapti bo'ylar burun atrofida. Bozor 15 million so'mdan 30 million savdosi bo'ldi deyaptilar. Narx qildi, bermadi deb aytyapti tog'amiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana kelar. Keyingi ovozimiz akalar mana ayt polvon. Ko'chada yaxshi ovozda ko'rsating degan akalar bo'lsa. Aka nech pul ekan narxi? 16,5 narx aytyapsiz aka. Bozor qancha berdi? Bozor 16,5 qildi. Siz nech pul deyapsiz aka? 18 kami bor, bozor 16,5 savdosi bo'lyapti. Berilmaydi degan akalar. Bo'ldi hozir aka. Mana ko'rishinglar mumkin. Ha. Nima deb bo'lsa chiqadi? Zohidjonov. Mana kelar. 16,5 million savdosi bo'lyapti ekan. Qaysi kanalda aka? Zohidjonov aka. Bir yashar atrofida. Zo'g'onachilarimiz ekan akalar, sog' bo'lishsin. Savdosi bo'lib berilmayotgan joydan ekan. Xo'p. Talg'irni o'z so'ragan akalarimiz bo'lsa, mana kelar. Talg'irda. Bo'ylari burun 5 atrofida. Aka nech puldan bular narx? Narxi nech puldan bular? 20 ga 25. Mana kelar 20 million bunga. Zohidjonov. Ha. Rahmat aka. Like bosdim. Kam bo'lmang aka. Aka savdo bo'ldimi? Hozir shunga savdo bo'lyapti deyishyapti. 20 ga 25 narx aytilyapti lekin. Ko'chada zo'r mana ko'rishinglar mumkin. Aka bu ham sizdanmi? Savdo bo'ldim bularga? Bunisi qimmatroq ya, talg'ir. 5 pulga chiqdimi asha aka? 18,5. 18 million so'mga mana shu talg'ir bahosi chiqdi. 25 million lekin narx aytilyapti. Hop. Mana sichqon rang, bunaqa rang yoqtiradigan akalarimiz bo'lsa, ko'rishinglar mumkin. Aka nech pul ekan bu? 20 million so'm narx aytilyapti. Bozor qancha berdi aka? 17,5 million so'm savdosi bo'libdi, berilmayapti ekan akalar mana. Ko'rishinglar mumkin. Bo'ylarga keladigan bo'lsa, bo'yi 1.5 atrofida chiqib qoladi. Yo'q, 1.5 dan baland emas ekan. Ko'rishinglar mumkin. Bugun bozorda juda ham ko'p emas mollar lekin, ayniqsa novvoslar sigirlar o'sha, lekin novvos kamayib ketgan, ancha yo'q. Eng novvosimizni ko'rsatamiz. Aka nech pul ekan bu? 20 million narx aytyapsiz. Bozor qancha berdi aka? 18 ga 700. Ha, 18 million 200 ming so'm savdosi bo'pti akalar. Bo'yi 20 atrofida bo'lgan ko'chat novoschamiz akalar. Ko'rishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha orqalardan hamma yo'g'ini ko'rsatib berishga harakat qilamiz. 18 million 200 ming so'mga sotilmaydi. Hop, yonidagini ko'rsatamiz. Aka nech pul ekan bu? 13,5 million deyapti. 13,5 million savdosi bo'lyapti-ya? 13,5 million so'm akalar savdosi bo'lyapti. Bu 105 atrofida bo'lgan novoschamiz. Mana orqalardan ham ko'rinishlarini ko'rsatib beramiz akalar mana. 13,5 million so'm savdosi bo'lyapti. Berilmayotgan joyda. Mana. Mana ko'rishinglar mumkin. Hamma yo'lni novos. Hop, ko'chat kichikroq variantlaridan olib tashlab qo'yib usta boqaman deydigan akalarimiz bo'lsa, mana bunaqalarni tavsiya qilib qolamiz. Aka nech pul ekan narxi? 18 million narx aytilyapti akalar. Bozor qancha berdi aka? 14.
14 milyon so'm ekan savdosi bo'pti. Bu 1 metr penishdagi novoscha. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, keyingi novoschamiz. Aka nech pul ekan bu? 14 milyon kami bu. Bozor qancha berdi aka? 13 million. Bo'ldi. 13 milyon so'm ekan savdosi. Bo'pti berilmaydi ekan bu 1 metrga olaverasiz ekan. Bunda nech pul aka? 16 milyon so'm bunga narx aytilyapti ekan. Bozor qancha berdi? 14 milyon so'm bozor savdosi bo'pti. Berilmayapti. Bo'ylari 1 metr kilosidagi novoschamiz. Mana ko'rishinglar mumkin ekan. Hop, keyingi novosimiz. Agar novos bo'lsa bu taraf ona jinga qo'shilib ketadi. Aka nech pul ekan bu? 13 milyon kam bo'ldi. 13 milyon so'm kam bu narx aytilyapti. Bozor qancha berdi aka? 11 milyon 250 ming. Novoschami? 11 milyon 250 ming so'm ekan. Bozor narx berilmayapti ekan. Uni kattaroq. Sifati endi zo'r emas lekin. Qarab solgan ekan aka. Rahmat aka. Hop, keyingi novoschamiz ekan mana bu 1 metr atrofida. Penis ekan. 91 metr orasida. Bo'ldi aka, hozir. Nech pul ekan tog'a? 13 milyon kam bor. 12 milyon? 13 milyon. 13 milyon kami bor. Bozor qancha berdi? 11 milyon 600 ming so'm ekan savdosi bo'lyapti. Berilmayapti ekan mana. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu novosimiz. Aka vakili. Yaxshilab oling. Bo'ldi, gapiring. Bitta bu. Ha. Yaxshiroq qilib. Nech pul narx aka? 11 milyon. 11 milyon. Bozor. Qancha berdi bozor? 11 qilyapti. 11 savdosi bo'lyapti. 11 milyon so'm ekan. Aytilish 12 milyon. Aytilish Aytishda qo'pol arzon ketdi. Bugun kam chiqdi? Ko'p chiqdi. Bozor tushyapti. Arzon ketdi. Yaxshilab oling. Mana kel 11 milyon so'm savdosi bo'lyapti ekan. 11 millionga arzon-da bu. 11 milyon bermadingiz-a? Sochmayman. Ustiga yursa beradi. Ichimsi beraman. Mana kel. Mana ehtiyot semiz. Ham zo'r. Nomer qo'yib qo'yamizmi unda? Ayting. 99lik 633 87. 43 87. 87 mana akamizga aloqa qilinglar. Xizmatlari ham bor akalar, Bormi bundan yana yo bitta shunga telefon nomer beryapsiz? Bor-a? Akalar. Aloqaga chiqishinglar mumkin. Xo'p, aka bozoringiz bersin. Xo'p, bo'lmasa semiz o'vasidan ham ozgina syomkamizga qo'shib ketamiz. Hech qilib bo'lganligini hozir semiz o'vasidan oldiga borib, egalaridan ma'lumot olishga harakat qilamiz akalar. Qo'llab-quvvatlab turasizlar maksimal. Xo'p, akalar, o'vasilar juda ham kam. Juda ham kam. Tog'a sizdan emasmi bu? Yo'q, egalarni topish juda ham qiyin. Qo'yib olib chechadan qarab o'tirishadi kim kelar ekan. Aka sizdan emasmi? Narxini bilmadingizmi? Sizdan emasmi? Xo'p, mana. Haya bos. Xo'p, bo'lmasa semiz o'vasidan mashina yangi orqonlar bilan turibdi. Agar ma'lumotni berishsa sotilganligini yetkazib beramiz. Akalar sotildimi bular? 70 milyon. Qaysi uchinchisi aka? Mana shu uchalasa? Mana aka 70 milyon so'mlik mana shu uchovi. Baraka bo'pti. Barakasini bersin. Bugunga ham sotilgan. Mana. Uni orqalardan ham ko'rsatib beramiz. Mana shu uchalasi 70 milyon so'mga akalar mana. Bo'ylari 20 atrofida chiqib qoladi. Mana shu o'rtadagilarga o'tasimiz ekan mana. Dumba soldirib yuborgan ekan. O'zi ham 70 millionga 3 ta savdosi bor. Xo'p, keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Sizdanmi bu? Sizdanmi aka? Tog'a sizdanmi? Nech pul narxi buni? Nech pulga chiqdi bozor? 16 milyon. Jupa 46 million. Mana akalar jupa 46 million. Akalar buni yana yaxshi boqadigan, so'yishga ozgina bor. Et olur. İşte boqish kerak bo'ladi. Shunda yana ozgina et qo'shadi. Aytgan foydasizni beradi akalar mana.
Mashinani olib boqish kerak edi. 46 million jupiga savdosi bo'lib berilmaydi ekan. Bo'ylari 20 atrofida chiqib qoladi. Xo'p, keyingi vositamizni ko'rsatamiz. Zohidjon o'zi aka. Ha. Mana aka. Buni vos kimdaligini bilmadinglarmi? Xo'p, mashhurotdan vosimiz ham hozir. Mana shu savdolar bo'layotgan bo'lsa, ko'rsatib berishga harakat qilamiz akalar. Qo'ldan kelgancha qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bu aka sizdanmi? 29 milyon so'm aka. Berdingiz. Mana akalar 29 million so'm akalar. Buni boqqan olyapsizmi aka? Boqqan edi. Boqqan akalar 29 million so'm savdosi bo'lyapti. Berilmayapti ekan. Mana. Bo'yi 1.30 kilisida akalar mashina bosimizda. Masha akamiz hozir savdosini qilyapti. 29 million so'mga bering desa bermayaptilar. Akamiz shu narsa bilan mo'ljali 30 million atrofida. Mo'ljal 30 million shekilga. 30 millionga o'xshab turibdi. Semiz o'g'illar juda ham ko'p emas endi. Kam bo'lsa ham borini harakat qilib ko'rsatib beramiz qo'ldan kelgancha. Oh. 23 million. Necha pul bo'lyapti aka savdosi? 22,5 millionga oldik buni. 22,5 millionga oldik. 22,5 million so'm akamiz olishibdi. Bo'yi 1.20 atrofida. Semiz cholasamiz, lekin darch boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladi, har tomonga yuradigan bo'lsa ekan akalar mana. Ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bo'lmasa. Aka sizdan emasmi bu? Xo'p. Tog'a sizdanmi bular? Necha puldan narxi? Buni oldingiz. Buni-chi? 22 ga. Barakasini bersa tog'a mana. 22 million so'mga buni oldilar. 25 million so'mga mana. Buni ko'chati zo'r ekan-a? Boqqani oldingizmi? Mana akalar. 25 million so'mga mana shunisini oldilar akalar. Buni 22 million so'mga. Barakasini bersin. Rahmat tog'a, sog' bo'ling. Xo'p, sotilganlar bo'lsa ko'rsatishga harakat qilamiz. Böyle necha pul bo'ldi shu aka? 22,5. 22,5 million so'm bo'libdi aka, shuni olsangiz. Mana, sotilibdi. Mana akalar. Grafotimiz turibdi. Aka sizdanmi bu? Narxini bilmadinglarmi? Sizdanmi aka bu? Narxini bilmadingizmi? Buni egasi yo'q ekan lekin. Narxini yetkazib berish harakat qiluvdik, lekin egalarni topa olmadik. Harakat qilamiz lekin topishga. Bitta shunaqa chiqib qolgan ekan. Sotildimi bilmadingizmi? Necha pul aka? 31 millionga 100 ming kam savdosi bo'ldi. Sotildimi bu? Yo sotiladimi? Sotildimi? 29 million? 1 million. Ha 100 ming. 30 million 900 ming. Sotilibdi aka, 30 million 900 ming so'mga. Semiz novosimiz mana. Qo'ldan kelgancha aka ma'lumotini sizlarga yetkazib beryapmiz. Aka necha pul bo'ldi? 20 necha? 20 million bo'ldi aka, shuni olsin mana. Aka necha pul bo'ldi? Necha pul? 42 yarim aka. 47? 47 yarim bo'ldi aka. Jo'q. Hop, keyingi novosimizni ko'rsatamiz. Aka sizdanmi? Necha pul narx aytyapsiz aka? 30 million so'm narx aytilyapti. Bozor qancha berdi aka? 25 million savdosi bo'ldi. Boqma ekan aka. Boqma bo'lsa ekan mana 25 million. Kuragini yorganmi aka? Yo'q, olib bo'zak ekan aka, mana lekin ko'chati yaxshi ekan.
Rahmat aka, bozoringiz bersin. Xo'p, egalari boridan ko'rsatishga harakat qilamiz. Ha, sog' bo'ling. Bu necha pul bo'ldi tog'a? 21 million. Ha, 20 million 100 ming so'mga akalar sotilibdi. Boqqan o'g'simiz bo'yi 120 atrofida. Ha. Zohidjon uzda chiqasiz aka. Zohidjon uzda chiqasiz. Barakasini bersin. Boqqan oldingizmi aka yo? Ha, tashab qo'yishga. Tashab qo'yishga. Kuragini yorgan ekan? Yo'q. Yo'q, Bir yoshdan endi o'tgan. Bu yoshdan endi o'tgan. 20 million 100 ming. 100 ming so'mga. Barakasini bersin aka. Xo'p. Qani bo'lmasa sotilganlarni ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bu yerda ham sotilib shekilli. Anvar. Bu kimdan aka akalar? Sizdan aka? 25 milyon sotildi. Sotildimi? 25 million so'mga akalar. Bu qo'ni o'sib bu ham. O'zgina yemlangan. Lekin yana darcha yemlash kerak. 25 million so'mga sotilib, bo'yi 25 atrofida chiqib qoladi. Endi trivazinga bilsam bo'ladi. 400 kilo, 350 kilo atrofida chiqib qoladi. Xo'p, mana ko'rdik bozorni qo'ldan kelgancha sizlarga narx-navosini yetkazib berdim akalar. Qo'ldan kelgancha maksimalni qo'llab-quvvatlab akalar like mashina bir donadan bosib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga har bozor mashinaqangi realni sotilganlar narx-navosini yetkazib beraveramiz bozor narx-navolarini. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.